Toshkent shahrida bugun 12-mart kuni yo'l o'tkazgich devorining bir qismi qulab tushdi. Bu holat Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumanidagi yo'l o'tkazgichlardan birida sodir bo'ldi. Biz ayni vaqtda shu yerdamiz. Yo'q, treshina ketdi, mana tushib ketadi bu yoqqa. Ko'rib turganingiz poytaxtning Mirzo Ulug'bek tumani, Timur Malik va Buyuk Ipak yo'li ko'chalari kesishmasidagi yo'l o'tkazgich. Uning atrofidagi tirgak devorning bir qismi o'pirilib tushgan. Poytaxt hokimligi hodisa oqibatida jabrlanganlar qayd etilmagani haqida ma'lum qildi. Voqea joyiga avariya xizmatlari, texnik mutaxassislar va mas'ul tashkilot vakillari yetib kelganlar. Ayni vaqtda tekshiruv jarayonlari olib borilmoqda. Dastlabki taxminlardan biri sifatida so'nggi kunlardagi kuchli yog'ingarchilik ta'siri ham o'rganilayotgani aytilmoqda. Shuningdek, loyihaviy yechimlar, qurilish-montaj ishlari sifati, drenaj tizimining holati, qurilish holati hamda obyektni qabul qilib olish tartibi kabi barcha tegishli holatlar ham tekshirilmoqda. Ma'lumot uchun, mazkur yo'l o'tkazgich Timur Malik ko'chasini rekonstruksiya qilish loyihasi doirasida 128 milliard 600 million so'mga qurilgan bo'lib, 2024-yilning avgust oyida to'liq foydalanishga topshirilgan edi. Holat bo'yicha ma'lumot berib o'tsangiz. Hozirgi vaqtda Toshkent shahar hokimi va boshqa tegishli xizmatlar, ya'ni Ichki ishlar vazirligi, prokuratura, Favqulodda vaziyatlar vazirligi hamda O'zavtoyo'l qo'mitasining barcha mas'ullari voqea joyiga chiqishgan. Ushbu yo'l o'tkazgich O'zavtoyo'l qo'mitasi buyurtmasi asosida qurilgan va O'zavtoyo'l qo'mitasining tasarrufida ushbu yo'l hozirda o'rganish ishlari olib borilmoqda va hech voqea joyida hech qanaqa zarar ko'rgan, moddiy va jismoniy zarar ko'rgan shaxslar yo'q. Hozirda o'rganish ishlari olib borilib, vaziyatga baho berilmoqda. Nima deb o'ylaysiz? Oxirgi paytda yoqqan yog'inlar bunga sabab bo'lgan bo'lishi mumkinmi? Bo'lishi mumkin. Endi bu vaziyatga bahoni baribir mutaxassislar beradi. Bu yerga hozir barcha mutaxassislar jalb qilingan, ya'ni ilmiy tadqiqot institutlari ham, tergov organlari ham jalb qilingan. Bizlar yugurib chiqdik, ovoz keldi, qattiq ovoz yugurib chiqdik. Eng keraklisi odam o'lmagan. Eng keraklisi mashina tagida qolmagan. Qattiq bir silkinish bo'ldi, yugurib chiqib ko'rdik. Ko'rganimizdan keyin 3 minutga mutaxassislar kelib boshladi. Xabar. Shu tomonda yasharkansiz-ku? Mana shu atrofda avariya, yo'l transport hodisasi ovozlari ham eshitilib turadimi? Avariya, yo'l transport hodisalari bo'lmadi. Yani bo'lmadi unday narsalar. Lekin bizlar yugurib chiqdik, shu samiylarni eng keraklisi shu nimani bo'lsin deb. Odam o'lmagan bo'lsa bo'ldi, odam yana qolmagan bo'lsa deb yordam kerak bo'lsa deb yugurib chiqdik. Bunaqa bir narsa ko'rmadik. Taxminan soat nechalarda bo'ldi? Men o'g'limga telefon qildim. O'g'limga telefon qilib 11 dan 11:50larda ekan. 11:30larda. Mutaxassislar ham tez yetib kelishdimi? O'zi bor edi, bir ikkitasi yuruvdi shu yerda aylanib, ko'pirning ustidan supurib nima qilib yuruvdi. Bizlar chiqqandan keyin 5 minut ichida hamma yetib keldi o'sha. Qarang, bu yo'l yaqinda qurib foydalanishga topshirilgan-ku? 2024da. Xo'p, ungacha ahvoli qanaqa edi? Endi yangi ko'pirni, eski ko'pirning treshinasi nimasi bo'lardi. Unda silkinardi bu. Yangi ko'pir qurilgandan keyin o'sha uyga silkinishlar nimalari yo'q bo'ldi. Ular qoldi. Bu ko'pir yaxshi qurildi o'zi. To'g'risini aytaman, unday bir treshinalar yo'q bo'ldi. Ham keladigan shum kamaydi. Nimasi bor-ku? Shovqin kamaydi. Shovqin kamaydi. Juda ham kamaydi. Chunki bu yoq pasaydi, mana bu yerlar nima bo'lgandan keyin shovqinlar umuman yo'q bo'ladi. Yana bitta narsa so'rayman. Yomg'ir yoqqan paytida Toshkent shahrida ko'p ko'chalarda shu suv to'planardi. Bosmaydi, yo'q bosmagan. Pastki qismda tepada ham to'planmagan. Ko'rmaganmiz. Mana bunday ketardi. Skoski ko'p yer, ha. Bu yerda yig'ilmas edi. Toshkent shahar hokimligi matbuot xizmatining xabar berishicha, yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash hamda zarur texnik ishlarni amalga oshirish maqsadida Timur Malik ko'chasining Mirzo Ulug'bek ko'chasi bilan kesishmasidan Sultoniya ko'chasi kesishmasigacha bo'lgan qismi barcha avtotransport vositalari uchun vaqtincha yopiladi. Yo'l o'tkazgichning narigi tomonida yo'lning devor qismi qulab tushgan bo'lsa, mana bu tomonda ham xavfli holat yuzaga kelganligini ko'rishimiz mumkin.